Eştave edimiz şunda acınım. Yasin tağa, tez bulun. Mahalle çoğun sahne paliyeti başılnay dep kaldı. Ma'qul, men qo'limni juyib buluplu baray. Xotun, derhal qo'l juydigan suv tayyorla. Voy, nimaga vaqiraylar? Atidin kashkish meni ishqi buyurgan o'zlarining qo'li yo'qmi? Hey, sen xotuningmi bo'yni qattiqlashib ketibdi-ku. Mening gapimni anglamas bo'lib qolsan-da. Ma'qul, o'zim akilay. Hey. Dadisi, bu mahalle çoğun sahnesi degeni bek yaxshi ekan. Biz fuqarolarning o'zimizning sahnesi ekan emasmi? Naqsha aytishni xohlasak naqsha aytadi ekanmiz, usul o'ynag'imiz kelsa usul o'ynaydi ekanmiz, dehi. Shundaq emasmi? Yana bizning mahallaning madaniyat faoliyatidagi ilg'or o'rin deb mukofotlabdi. Navri qizingiz Gulini nomer o'rinlig'i sahnaga chiqaraydi. Hey, bizning bu Guli qizimiz hech chiqilishni xohlamaydi. Oliy maktabni bitirgandan keyin uyga bekinib olib, hech kimga o'qishmay qelyotdi. Yeydi, o'ynaydi, to'riq chiqib o'ynaydi. Hammasi sen mo'mayning uning bek kuyib ketganligingdan bo'ldi. Voy, yanili mendan ko'ryotamdilar. Balaning dadisi opsi burunli tugab ketgan. Kuyinmasa bo'lam tamsa. Bola tarbiyalash bilan kuyinish ikkisi ikki ish. Sen qarab baqa, u hozir hech chiqilishni xohlamaydi. Mahalliy kadrlarimi uni mahallaga berib ishlashga da'vat qilib, necha qatim kep bo'ldi. U berishga unimidi. Japodan qo'rqidi ekan. Ma'nisi yo'q deydi texi. Uningcha qanday ish ma'nilik? Hamsi sen mo'mayning kasofti. Ay Guli texi kichik, ishqmaydi. Biz uningga asta-asta tarbiya beraylik. Voy, Yasin tağa bu kim? Siz o'zingiz kim? Bizni uyda nima ish qilasiz? Mama. Moma? Ha, mama. Baba, men bu mahalle çoğun sahnesi numaralarını köygülü baraman. Siz kim o zati? Men sizni tanıyamadım o. Ovozingiz hajab Guliga o'xshaydi ekan. Mama, siz yaşınıp qapsiz, ko'zingiz mi to'rilishib qapti? Navri qizingizni mi tanıyamayapsiz? Nima? Sen Gulima? Ajib qolmagansan. Nima ish bundoq kiyinib olding? Bu degan asabiy kuchlarning yoshlarni ozdiradigan qo'ral emasmi? Ularning maqsadi o'zlarining razil abtibashirisini yo'shirish emasmi? Man, tez kelma. Guli, siz qanaq bu bundaq kiyim kiyib qoldingiz? Qandaq? Chiroyli emasmikan? Meningcha shundoq chiroyli-ku. To'rlarda bu kiyim nihoyat yaxshi. Bir qism g'ayriniyatli kishilarning yuzingizni ko'rib olishini oldini oladi debdi. Chet ellik qiz ayollarmi shundoq kiyib oladi ekan-ku? Hey qizim, havo bundoq issiq tursa, yuzingni mi itib olsan, beshingni mi o'rib olsan, issiqliqim chiqib ketibdi. Bundoq uzun kiyimni kiyib, qandaqmi yo'l mang'oligansan? Baba, buni siz bilmaysiz, bu degan moda. Nima? Murda? Mushu kiyimni kiysang murda bo'lasan? Xuddi birisiga hozir tutayotgandek, bizdagi hayotchimi? Baba, siz zamonning keyinda qopsiz. Nima deyapsan? Sen bundoq kiyinib olsang, bizning yuzimiz yo'q bo'ladi. Agar shundoq kiyinsang, men numur ko'gli bormayman. Sen o'zing bor. Men hargiz bormayman. Yasin tağa, achchig'ingizga hay bering. Guli, bu kiyimni nereden keldiniz? Endi chet eldan qaytib kelgan bir ocham sovuq qildi. Bu kiyim chet davlatdagi diniy kiyim. Biz Uyg'urlarning an'anaviy kiyim kechiga emas, yomon niyatli kishilar sizdan foydalanib ketibdi. Qizim, men G'ul shahrida 80 yildan ortiq yashaptiman. Mayli ozodlikdan burun bo'lsin yoki keyin bo'lsin, men azaldan bundoq kiyimni ko'rib boqmabdi ekanman. Bu kiyim satgan. Yanıla o'zimizning an'anaviy kiyimlarimiz chiroyli. Yo'q, men mush kiyimni kiyman. Kiyishga bo'lmaydi. Bu kiyimni kiyib olgan aptinga bir qarab baqa. Bundan keyin biz bu yerda qandoq yashaymiz? Oilamizdan g'alit maxluq chiqdi. Nimish bu endi? Ajab ochig'im keldi. Xap. Ajab ochig'im keldi. O kichik balığı niman çola kaydılar. Hammasi sening kasofting. Hammasi sening uningga bek voydab ketganligingdan bo'ldi. Sen uning bilan bog'in, men bormayman. Beringlar, boshqalar sizlarni nima deydi ekan?
Dadısı, bana açıqlap vermisler. Her günü balam tamak yedinmi, balam muzladınmı deb sorab ketediler. Bugün silik zadı nim boldu. Özleriga oxşamayla kaplığı dadısı. Ha? Nim bollar zadı. Yasin tağa, bo'ldi achchiqlanmang. Men mahalla ma'naviy madaniyatlik qurilishi ulgusi. Endi o'ydan bunda g'alit maxluqdan birisi chiqdi. Men endi qanday ma'naviy madaniylik cho'lpini bo'laman. Sahnaga chiqsam boshqalar meni tillamamdi deyman. Ova, mama, mahalle cho'ng sahnisi faoliyati boshlanay deb qoldi. Sizlar texnichi uyda o'tirsizlar-ku, ha? Tez mangayli. Bormayman. Sizlar o'zinglar beringlar. Bova, nima ish bo'ldi? Uningdan so'rab boq. U kim? U sening singling. Ha? Undaq emas-ku. Qizim, bu yoqqa kela. Qara, akang bilan yangangning kiygini bizning haqiqiy an'anaviy kiyimlarimiz. Nima degan chiroyli, nima degan nafis. Sen obdara qarab baqa. Singlim, siz maktabda o'qib tarbiya olgan. Haqni ayriy olaysiz. Bundaq kiyim bilan siz qanday qishqa borsiz? Atrofingizdagi urug' tuqqan do'stlaringizga qanday qaraysiz? Guli, biz hammamiz yosh, go'zallikni yaxshi ko'ramiz. Bundaq kiyinib olsangiz ko'rimsiz bo'lib qolatgansiz. Guli, mahallamizdagi bir turkum yoshlar alaydi tatliq o'qituvchilik imtihoni belgili bordi. Men sizga vakolatdan tizim o'tib qo'ydim. Balam, cho'nglarning nasihitini anglag'in. Ko'ni zamonlarda yaxshi kiyim kiyolmaydik. Qo'saq to'yg'ida tamoq yemaydik. Bir yil qishda dadam Eli daryosi bo'yida muz yeb, oyig'i yo'q, paxtliq choponni kiymay oshoriga chiqibdi ekan. Ishni ozroq osti qilib qo'ysa, bayib qamchisi bilan uratdi ekan. Oxiri dadam uyga qaytish yo'lida to'nglab o'lib ketibdi. Ozodlikdan keyin Xinjiangda olamshumul o'zgarishlar yuz berdi. Partiya va hukumatning rahbarligida qad ko'tarib xo'jayin bo'lib, bizdek nomratlar kunning serig'ini ko'rdik. Sizlar yoshlarning taraqqiyot fursati nihoyat cho'ng. Shunga yoshlar olg'i intilishchan, bilimxumor bo'lishi kerak. Nimaning chiroyli, nimaning ko'rimsiz ekanligini obdan bilib olishi, ko'zini ro'shan echib, boshqalarning aldam xaltisiga hargiz tushib ketmasligi kerak. Bu kiyim g'ayriy niyatlik asabiy kuchlarning haqiqiy abdi bashirsini niqoblaydigan quroli. Singlim, biz hammamiz 21-asrning yoshlari. Biz yurt makonimizni qurish uchun kuch chiqarishimiz kerak. Siz tabiqana shundaqmi? Siz doimli uyga bekinib olmang. Biz o'zimiz igilik tiklab, milliy kiyim-kechak do'koni ochsaqmi bo'ladi-ku. Balam, men ko'rdim, ham anladım. Bu kiyim rastilla ko'rimsizken, tamoq asimi, ish qismi qo'lashmaydikan. Sizga bir yurish chiroyli kiyim sovg'a qilay. Bolam to'chining qizim. Mama, baba, bo'ldi gap qilmanglar. Kichik vaqtimda sizlar menga hammadan bek ko'ynatdinglar. Yaxshi maktab bo'lsa menga beratdinglar, chiroyli kiyim bo'lsa avval menga kiydiratdinglar. Maktabga bovam o'zi opirib qo'yatdi. Men eng baxtli odam edim. Men endi tushundim. Men rostla xato qildim. Kechiring bova. Meni kechiring. Mening kiyimimni yengamning kiyimi bilan selishtirsak, haqiqatanmi bek ko'rimsizkan. Men ularning ipiga kirib, bunday kiyim kiymasligim kerak edi. Endi o'ylasam, o'zimni aldanganligimni his qildim. Endi bunday kiyimni hargizmi kiymayman. O'ylab boqsam, bek kulgili ish qilibman. Momam meni oson cho'ng qilmadi. Mening tirishtirmish o'qishim, g'oyamdek universitetlarga o'tib, momamning ter to'kib boqqaniga javob qaytarish uchun edi. O'qish bitirgandan keyin men g'oyamni yo'qotib, xizmat izlashga tirishmadim. Doim ujmitish og'zimga tushda bekor yurib, tayyor topqa aylanib qoldim. Har kuni to'rga chiqib, o'yin o'ynab, kunlarni bekor o'tkazib, uydagilarni g'am andishiga sep qo'ydim. Hammadan qo'rqinchligi asabiy ideyaning ta'sirida ezib, yuz ko'zimni o'rgilib, necha yildan buyon o'qiganlarim bekor bo'lgandek, nihoyat osonla aldanib qolibman. Bolam menga yaxshi qarab, japaga chidab o'qisa, davlat e'tibor berish siyosatlarini chiqarib, bizga g'amxo'rlik qilmasa, 9 yillik majburiy ma'rifdan sirt Janubiy Xinjiangda to'liq o'rta maktab ma'rifimi haqsiz bo'lmasa, mening maktabni o'qishtirishimga qo'lim qo'shnilarimizni zo'r yordamlarni qilgan tursa, men ularga javob qaytarishni o'ylamay aksicha ezibdiman. Men bugun uzil-kesil o'yg'andim.
cho'qim tirishib xizmat qilib, jamiyatga javob qaytaraman. O'zimning kechirmishlarimni salbiy tarbiya materiali qilib, bolalarga asabiy diniy ideyani qaymoqtirishidan saqlanish to'g'risida tarbiya beraman. Atal alayda shtatli o'qitishlik imtihon belgil tizimlataman. Sizlar meni nazorat qilinglar. Bova, sizmi ochiqlanmang. Men kiribli momam menga sovg'a qilgan yangi kiyimimni almashtirib chiqay. Mana bu to'g'ri bo'ldi emasmi? Mening navri qizimning ahli bor mana. Yaxshi bo'ldi. Men bu birga kiray. Tağa, yaqindan buyon mahallamizda mushundaq kiyimlarni kiyib olganlar paydo bo'lib qoldi. Amalliq saqlash mudiri bo'lish salohiyatingiz bilan yoshlarga idiviy tarbiya xizmatini yaxshi ishlashingiz kerak. Yomon ta'sir paydo bo'lib qolsa bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling. Bu xizmatni butun kuchim bilan yaxshi ishlayman. Baba, siz xotirjam bo'ling. Guli singlimizga ideya xizmatni o'zimiz ishlaymiz. Bova, Ha? qarang, bu kiyim chiroyliqmikan? Mana. Bu men 80 yildan buyon eng yoqtirib kelayotgan kiyim. Uni ko'rib ko'zim ro'shanlashib ketdi, ham xushib ketdim, tetiklashib ketdim da. Tağa, hamma vaqtni bir yerga bordi, tez mahalla cho'ng sahnasi maydoniga boraylik, nomer boshlanay deb qoldi. Hamda ko'nglim xotirjam bo'lib, xush bo'ldim. Yuringlar, hammamiz nomer ko'gli boraylik. Yuringlar qani. Qani yuringlar. Mayli.